Sergiliga yaqin joylardan yaxshi lokatsiyadan yer qidirib o'tgan, qurib sotadigan okalarga bitta yaxshi variant bor. Assalomu alaykum, bizani kuzatib borayotganlar. Bugungi manzilimiz Yangi Hayot tumani Chortoq mahallasida bo'pti. Chortoq mahallasida yangi mahallaga yetib kelganmiz. Oldimizda turgan mana shu 10 sotuvlik yer sotuvga qo'yilgan. Sotilayotgan yerimizni kirib kelishdan boshlab tushuntirib beraman. Mana ko'chaga, katta yo'lga chiqish yo'li bu yoqdan bo'ladi. Taxminan bir 50-60 metr kirib keldik. To'g'riga chapga katta yo'lga chiqamiz. Atrofda ko'ryapsizda, hammasi chiroyli uchastkalar. Yangi Hayot rayoniga qaraydi, suv, svet, gazdan umuman muammo yo'q. Ancha zo'r unchum jarayondan yaxshi kommunikatsiyalari. Mana shu joyimiz sotuvga qo'yilgan. Hujjat bo'yicha 10 sotuv, undan tashqari 4 sotuv zaxvat yeri bor. Mana ko'rib turibsizlar, yonida bu yerda xonadondan ozgina bu tarafga chiqib ketgan joyi bor. Tekis to'rt burchak, yaxshi lokatsiyasi joylashgan. 17,5 ming dollardan sotiga so'rashyapti. Qo'lning past tarafida molxonalari ham bor. Kirib ichkaridan ham ko'rib chiqamiz. Yerimizni ichkari tarafiga ham kirib oldik. Bu yoq tarafdan kirib keldik. Ko'ryapsizlar. Tekis to'rt burchak, katta hovli, olgan odam maza qiladi. Bu joyimizni olib, bemalol biz tupik ko'cha qilib, 4 ta 5 ta uchastka qursanglar ham bo'ladi, xohlasanglar. Olib qo'yib, mol, ot boqsanglar ham zo'r, mana molxonalari ham bor past tarafda. Endi uyimizning oldi tarafiga keladigan bo'lsak, mana oldida ko'ryapsizlar, uchastkadan ozgina chiqib ketgan devori, mana shu taraf zaxvat. Endi bu joy o'zingizlar egalar bilan gaplashib olsanglar bo'ladi. Ana endi uyi past tarafida molxonalarni ham ko'rsatib chiqaman. Olib men bitta molxona qilib qo'yaman deganlarga ham yaxshi molxonalar qurib qo'yishgan ekan. Razdelnik qo'yishgan xonalar mana, to'g'xona, bu yoq tarafda yana bitta katta molxona bo'pti. Qo'yxona qilib qo'yasizlarmi? Shilaka blokdan qurib qo'yishibdi katta qilib. Endi uy egalari shu paytda olib bitta molxona qilishgan, mol boqaman deb, endi hozir sotish kerak bo'lib, pul zarur bo'lib qopti. Shunga sotishyapti. Mana bu tarafda mollari ham bor. Ko'ryapsizlar mana past tarafidan tekis to'rt burchak joy. Sotiga 17,5 ming dollardan so'rashyapti. Kelishadigan joylari bor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Sergeli indeks bozoridan 1 kilometr uzoqlikda joylashgan. Sergeliga yaqin joylardan mana shunaqa quruq yer qidirib o'tgan tanishlar bo'lsa tarqatib qo'yinglar. Narxini yana kelishamiz deyapti. Salomat bo'ling.